Aka, razmerlarni olib oldim. Xudo xolasa qanaqasini qilamiz aka? Do'koningizga borib tanlasak bo'laveradimi? Xohlasangiz, planshetda ham tayyor rasmlarim bor. O'rnatilgan holatdagi katalogda ham bor. Shulardan tanlasangiz bo'ladi. Yo, do'koningizda tayyor holatini ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan ushlab tanlayman. Yuringchi. Mana shu fasoningiz chiroyli ekan. Hamma uyimizga shundan qilib berasiz. Bitta hisoblab beringchi, necha pulga tushar ekan? 1,8 million so'm qilib beramiz akajon. Ha, 1,5 million beraman ekanda. Yo'q, aka, 1,5 million to'g'ri kelmaydi. Ha, bizga qilib bersiz, qilib beribsiz-da, 1,5 million bo'laversin. Sizga ham emas, meniki ham emas aka, 1,7 million to'g'ri qilib beraman aka, ma'qul kelsa. Ha, bo'pti. Hozir 500 ming zaklat berib qo'yaman. Borganingizda qolgan hisoblashaveramiz. Aka, xudo xolasa pardalar o'rnatib bo'ldim. Inshaalloh ko'ngildagidek chiqdimi aka? Ha, yaxshi, yaxshi. Aka, hisob kitob qilib olsa, qaytaveramiz endi biz ham aka. Ya, ha. Necha pul qilib berasiz endi bag'iga? Kelishganimizda 500 ming zaklat bergansiz, 1,2 million so'm qolgan aka. Yo'q, 1,2 million bas, 1 million beraman. Yo'q aka, boshida o'rimizda 1,7 million so'mga kelishdi. 500 ming berdingiz aka, 1,2 million to'liq qilib bering aka endi. Men boshida o'ylabmanki 10 kun, 15 kun tikasizlar, yasasizlar deb o'ylabman. 2 kunda 3 minutda o'rnatib ketdilaringni 1 million so'm beraman, rozi bo'ling. Aka, o'rnatib bo'lganimdan keyin dagovorni ustiga boshqatdan dagovor qilyapsiz. Noto'g'ri ish qilyapsiz aka siz. Pulimni to'liq qilib bersangiz qilib bering. Bo'lmasa aka 500 mingingizni beraman, jaluzi pardalarimni yig'ishtirib olib ketaman. Ha, bo'ldi, sal o'zingizni bosing. Beraman shu pulingizni. Nima aytdi? 1 million. Aka, qolganicha qolgani. 200 mingni qachon berasiz? Ha, kartangizni bersangiz kech paytmi yoki ertaga ishga chiqqanda tashlab olaman 200 mingni. Aka, to'g'rilab beravering. Ko'pchilik o'xshab esidan chiqib qoladi, tashlab beraman, ertaga beraman aka. O'rtaga so'qchilik tushmasin yana. Xavotir olmang, meni esimdan chiqmaydi. Hozir yonimda ham qolmadi. Kartangizni berib ketsangiz, kech payt tashlab qo'yaman. Ha, bo'ldi aka. SMS qilib qo'yapman, kechga tashlab yuborasiz, esidan chiqmasdan aka. Xo'p. Akaxon, to'xtang. Ha, tinchlikmi? Ha, akaxon, meni esladingizmi? Uylarning yaponda jaluzilar qilib bergan bo'laman aka. Ya, ha, bo'ldi, esladim. Tuzimsiz? Aka, 5-6 kun rosa telefon qildim, SMS yozdim aka. Umuman javob bermadingiz aka. O'rtamizda 200 ming so'm muomala qolib ketgan. O'shani berib yuborasizmi aka? Vashshi esimdan chiqib qolibdi. Uzr alaykum. Mana hozir. Aka, rozi bo'ling 200 ming so'mingizga. Sog' bo'ling aka, xo'p. Pas. 200 ming so'm pulini so'rayapti.